Shkafni o'zini so'rayotgan obunachilarimizga kimga qiziq bo'lsa, arzonga shkaf bor. O'rtalari polka, ikki chekkasi vishilkali bo'ladi. Hozir bitta ko'rsatib o'taman. Xo'p, razmerlari ham kichkina emas. Где-то bir 2dan oshiq 240lar atrofida chiqadi. Xo'p, bu tarafdan bosh kiyimlar uchun taytor nima? Vishilkalari bilan. Endi bu tarafga keladigan bo'lsa, o'rtasida mana. O'rtasida polkalari. Bu tarafida mana. Bu jenskiy tarafi, mana tarafida tortmalari ham bor. Bitta kami mana shu ichida mana shu relsdan chiqib ketgan naqa nimasi bor ekan, o'shanisiga qarab nima qilaveramiz. Necha ekan aka? 240 ekan uzunligi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastki nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Yo bo'lmasa pastki nomer yo'q bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalida bo'ladi nomerlar. Mana bitta ko'ring. Holatini ustlariga ayni yopishtirilgan. Xo'p, buni narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 1.800.000 so'm. Nomer videoda pastida yo bo'lmasa Telegram kanalimizda bo'lishi mumkin. O'tib aloqaga chiqaverasizlar. Arziydi, men uni kommentariyada yozib keting. Shunday katta shkaf, kichkina shkafchani puliga. Yana nima demoqchi edim? Farg'onada, Marg'ilonda turibdi, bemalol ko'raman deganlarim kelib ko'rishlari mumkin.